Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Jomidi do'kondan video olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bunimiz skidkada 1 million 190 ming so'm. Bunimizning korpusi laton qilib ishlangan. Eng oxirgi chiqqan variant 770 milli bilan solishtirganda buni funksiyasi 5 ta bo'ladi, bunda 7 ta bo'ladi. Yana bitta farqi buni bossa stakan chayadigan funksiyasi. Yoqib turgan holatda kimdir bilmasdan buni bosib yuborsa, bu yoqda stakan chayadi, shundoq tepaga suv otadi. Sразу buni o'chirish kerak. Bunda bo'lsa bezopasniy qilib ishlangan. Bunisini yoqsanglar, bu yog'ini dalcha bossanglar, keyin stakan chayadi. Bezopasniy и bunimizga 1 yil garantiya beramiz. Bunimizni funksiyasidan boshlaydigan bo'lsak, buni yoqsanglar, filtr ulasanglar, keyin filtrdan suv tushadi. Ishlatmasanglar, butun o'ngga yoki chapga surib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, buni bundoq bursanglar, sifon sistemasi, sifoni avtomat qilib ishlangan. Ichida suv to'planadi. Yana buni qilib qo'ysanglar, kanalizatsiyaga oqib ketadi. Bundoq qilsanglar, sovuq suv tushadi, iliq suv, qaynoq suv. Buni yoqsanglar, bu yoqda sharsharadan suv tushadi, bu yoqdan regrovka qilsanglar bo'ladi. Hop, bunisini yoqsanglar, smesitel tortib chiqib keladi, yana qo'yib yuborsangiz o'zi yig'ilib oladi. Bunisini uch xil paysiga o'tkazsanglar bo'ladi. Hop, buni yoqsanglar, shu stakan chayadigan funksiya, bossiz stakan chaydiradi. Bunisini yoqsa, bu yoqda yana bitta sharsharasi. O'zini kompleksidan taxtaga chiqadi. Bu yoqda meva, bu yoqda go'shtlar to'g'rab ishlataverasizlar. Ichida ikkita setkasi chiqadi. Bunimizdan shu ichlari reflonli qilib ishlangan. Bundan tashqari buni har xil variantlari bor. Bemalol zakaz bersanglar, yetkazib beramiz, xudo xohlasa.